Yozishdan oldin birinchi o'rinda o'zinglar bilan kelishib olinglar. Samimiy, chestni yozaman. Bu eng muhim faktor. Bu siz umuman daftar ruchkani olmanglar. Undan keyin emotsiya, ya'ni emotsiya odamni boshqaradi. Salbiy emotsiyalarni yozib chiqarib olinglar. Mana men ertalab turib fikrlarni yozib chiqyapman. Orasida salbiylar ham bor. Ko'payib qopti. O'sha birinchi video olganimdan beri yo'llar ochildi menda. Ancha-muncha joylarga bordim. Ishlar yurishdi, yangi tanishuv odamlar chiqdi. Misol uchun mana shularni yozib chiqarib olsanglar, fokusni yaxshi joyga qaratsanglar, yo'linglar ochiladi. Mana shu narsani aytmoqchi edim. Bu hali hech narsa emas, ko'p yozmadim. Prosta fikrlarni bundoq qilib yozib chiqyapman. Nimaga bu narsa kerak, qaranglar. Energiya bizga yuqoridan berilgan bir ilohiy kuch desa ham bo'ladi. Misol uchun mana buni energiya deylik. Xo'p, yozib chiqarib yordinglar, to'g'rimi? Masalan, mana bu yerda negativ, bu yerda negativ yozib chiqarib tashladinglar. Fikr bo'sh qoladi, ya'ni daftar ruchka orqali miyanglarni, faylini razgruzit qilgan bo'lasizlar. To есть o'chirib yordinglar, format qilib yordinglar. Hammasi o'chmagan, hammasi ketmagan, lekin ko'p qismini. Undan keyin birinchi o'rinda mana shu fikrlarni yozdinglar. Ayniqsa ayollarni miyasida nimalar aylanmaydi. Ularni yozaverish kerak, chiqadi, tugaydi bular, tugaydi. Men ham boshida o'ylardim, hech qachon tugamas ekan fikrlar deb, tugaydi, hamma aytgan, men ham aytaman shuni. Undan keyin negativlarni yozinglar. Bu bittada bo'lmaydi. Keyingi kun yozishingiz mumkin yoki srazu o'ylab ketishingiz mumkin. Undan keyin shu emotsiyalarni yozinglar, chiqarib olinglar salbiy emotsiyalarni. Keyin esa abidalarni, bular hammasi bir-biriga bog'liq. Srazu ketma-ketlik bilan aralash qilib ham chiqarib olsanglar bo'ladi. Muhimi shularni yozib chiqarib olinglar. Undan keyin miya уже dam oladi yoki charchaydi, bo'sh qoladi, o'zinglarni yengil ancha his qilasizlar. No, baribir ham fokusni yaxshi joyga qaratish kerak. Yaxshi joyga qaratish uchun odam rahmat aytish kerak-da. Любой narsaga mana ruchka daftar boriga rahmat. Qo'lingizda yozib olsanglar, shunga как minimum shu mелочь narsalar ham bo'lsa ham yozinglar-da, rahmat ham. Благодарность qilish kerak. Tak, kattaroq narsaga ishqilib fokusinglarni yaxshi joyga qaratinglar demoqchiman. Kimdir hayotida qanaqadir maqsad, katta bir planlar bo'lsa, вообще zo'r. 2 barobar yaxshiroq o'sha yerga fikringlarni qaratasizlar. Undan keyin уже ishlaginglar kelib qoladi. Joyda yotginglar kelmaydi, tam negativniy Instagram, qayerdadir nimadirlarni ko'rginglar kelmaydi-da. Men nimaga yozyapman? Chunki yo'llar ochildi menda, ishlar yurishyapti. No, baribir ham shunaqa odamlar chiqadi. Bu narsa nimaga senga kerak? Bu narsa qiyin, bu narsa o'xshamasligi mumkin. Endi xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, baribir ham o'sha yaqin odamlardan shu narsalarni eshitasizlar-da. Shuning uchun iloji boricha u odamlardan uzoqlashinglar. Mana bu fikrlarni yozib chiqarib olinglar. Chunki bitta negativ narsani o'yladinglarmi, ketdi-da, uni обработка ko'radi miya. O'sha narsa kattalashadi. Bunda energiya o'sha negativniy narsani chaqiradi. Unaqa bo'lmasligi uchun chiqarib tashlaylar hammasini. Qachon xohlasanglar, iloji boricha ertalab turishinglar bilan qilinglar. Kechasi bo'lishi mumkin, любой vaqt. Ko'p narsa kerak emas, daftar ruchka bo'ldi. Chiqarib olgandan keyin yaxshi tomonga qaratinglar, fikrlar, ishoninglar, ishinglar ancha yaxshi yurishadi. Bu narsani qaytaraveringlar praktika qilib, chunki keyingi videolarda sizlarga smeshение haqida video olaman. Hozir пока что mashina to'g'irlash kerak bo'ladi. Mana men bularni chiqarib o'raman. Praktika qilib. Miya ancha-muncha tozalanadi-da, чтобы keyinchalik keyingi уровеньga o'tish uchun. Hammaga omad, charchamanglar.